Bizning manzil Samarqand shahrida joylashgan. Ko'rib turganlaringizdek, ot anjomlar do'konida otga kerakli barcha anjomlarimiz bor. Mana shunday sariq, qora, qizil ayil pushtonlarimiz bor. Kimga kerak bo'lsa, kamida azizlar 200 ta ayil pushtonlar. Mana shu hammasi baquvvat ayil pushtonlar tayyorlab qo'yilgan. Kimga ot anjomlar kerak bo'lsa, Optimga ham beramiz. Optim narxi boshqacha bo'ladi. Ekranda telefon raqamlari yozib qoldirilgan bo'ladi. Bemalol murojaat qilsalaringiz bo'ladi. Men Samarqand shaharida reklama xizmatini yo'lga qo'ydim. Sizning tanishingiz yo o'zingiz uy-joy, mashina, ferma sotmoqchi bo'lsa, YouTube'ga chiqarmoqchi bo'lsa, bemalol ekranda yozib qoldirilgan telefon raqamlariga murojaat qilinglar. Men o'zim borib videolarni chiqarib beraman. Reklama xizmatimizni boshladik aziz do'stlar. Bizdan ko'pchilik so'rayapti. Temir darvoza, so'ri, shuna narsalarni chiqaring YouTube'ga deb Samarqanddan qo'ldan kelgancha mana shunday reklama xizmatimizni ham yo'lga qo'ydik. Bizni kuzatishda davom eting. O'ylaymizki, videomiz sizga kerakli bo'ladigan video bo'ldi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bu videoni yaqin do'stlaringizga yuborib qo'ying. Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana ko'rib turganlaringizdek Odil akamiz echkichilik bilan mana echkilarni ovqatlantirishyapti. Odil aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sayfullo, yaxshimi? Sog'liqlar yaxshimi? Yaxshi, rahmat. O'zingiz yaxshimisiz aka? Yaxshi, rahmat. Charchamayapsizmi? Bormang endi. Bormaylik. Mana shu hozir echkilarni ko'ryapmiz aka. Aha. Ovqat jarayoni. Hozir nima berdingiz bularga? Bularga bug'doy yorma, avyoz, Toshkent vodiylar suluv deydi. Aha. Makka yorma, arpa aralash qilingan. Xo'p, bu yerda mana 4 ta echki va bu echkimiz takaga o'xshayapti, mana oq echki. Bu takasi. Bu nech pul aka? Bu takalar 3 milliondan, mana bu yoqda Alpin zotligi bor, yoqda Zanin zotligi bor. Aha. Mana bu 11 oylik taka. Xo'p, bu nech pul aka? Bu 3 milliondan takalari farqi yo'q. 3 milliondan. Xolasa bu Zaninda bo'lsin, xolasa Alpin, xolasa nariroqda yana bitta Zanin bor. Endi bu echkilar parodasi qanday, rangi boshqacha ekan? Bular Chexiyani Alpin echkilari. Urg'ochisi ham bor ichida. 3 ta urg'ochisi bor, bu yerda bitta takasi bor. Mana u takaga o'xshayapti. Ha. Endi bularni bir narxini aytib o'tsangiz aka. Yo'qda ham Zanin bor. Mana aziz obunachilar, ko'rib turganlaringizdek yelin formalari. Aka, galastuklarni ham boplabsiz lekin bo'ynida. Oq qora galastuklar bor ekan, mana qarang. Endi ishqivozda, Ishqivoz. ishqivozchilikka. Mana echkilarimiz. Mana bu takamiz nech pul ekan? Bu taka sotilmaydi, buni o'zim uchun zotga saqlaganman. Aha. Nima deganda qochirishga kerak bo'ladi o'zimga. O'zizga. O'zingiz Maydalari, mana bu maydalari sotiladi. Mana bu yoqda 10 oylik bu takamiz. Xo'p, bu nech pul ekan takamiz? Bu 3 million so'm. 3 million kelishtirib berasiz. Kelishtirib beraman. Chista Zanin paroda. Buni onasi ham shu yerga. Onasi mana shu yerda o'zimda turibdi. Mana bu yerda bor yana Zanin. Bu urg'ochilari nech pullik hozir ichidagi urg'ochilar? Urg'ochilar bu yerda bor 6 millionligi bor, 7 millionligi bor, 5 millionligi bor. Kimga qanaqasi kerak bo'lsa agar aloqaga chiqsa agar. Aziz obunachilar, Odil akani telefon raqamlarini ekranda yozib qoldiraman. Bemalol telefon qilib murojaat qilishlaringiz mumkin. Bizning manzil Samarqand shahrida joylashgan. Ko'rib turganlaringizdek echkilar soni ko'p. Qo'ldan kelgancha mana tushuntirib berdik narxlar bilan. Yana telefon qilib murojaat qilsanglar, kelishtirib ham berishadi. Bizni kuzatishda davom eting. Mana shunday echkilarni, chiroyli, zotdor echkilarni biz videolarini chiqarishda davom etamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.